Nevroz holatida shoshish nima uchun kerak va nevroz holatida nimaga inson shoshadi va bu shoshish jarayoni orqasida qanaqa fikrlar mavjud? Assalomu alaykum. Inson nevroz holatida yashar ekan, u juda ham ko'p qo'rquv, vahima, xavotir, fobiya, hatto panические atakalar, yomon xayollarning oqimi, juda ham ko'p напряжениyalar, juda ham ko'p bosimlar va judayam ko'p simptomlarning guvohi bo'ladi. Bunda inson birinchi o'rinda "Men tezroq bu holatdan qutulishim kerak" deb o'zini o'zi shoshiradi. Va shu shoshish jarayonida inson judayam ko'p noilmiy bo'lgan yo'nalishlarni ko'p tanlaydi. Inson shoshish jarayonining orqasida ko'pincha bitta fikr turadi. Men qaysidir bir tayyor formulani topaman. Mana shu formula bilan men 5-10 minutda nevrozdan chiqib ketaman. Yoki men qaysidir bir tayyor retsept topaman. O'sha retseptni shunda o'qiyman, bo'ldi, menda nevroz bo'lmaydi. Men bu holatdan chiqib ketaman degan fikr ko'p turadi. Mana bu fikr insonni juda ham ko'p shoshiradi. Inson mutaxassislarga murojaat qiladi. Psixologik konsultatsiyalarga, psixokorreksiyalarga yoki psixoterapiyalarga murojaat qiladi va undan juda ham keng bilim oladi va o'zini ustida ishlashni boshlaydi. Bunda inson qaysidir qo'rquvlarni pasayayotganini his qiladi yoki напряжениyalar pasayayotganini his qiladi, yomon xayollarning oqimini pasayayotganini his qiladi va juda ko'p holatlarda simptomlarni ham yo'qolib ketayotganini his qiladi. Lekin inson mana shu bu insonni shifo yo'liligini, ya'ni mana shu insonni davo yo'liligini tan olgisi kelmaydi, bu eshikni yopib o'tib ketadi. Nimagaki, bu insonning ichida o'sha tayyor formula, 5-10 minutlik formula, o'sha 5-10 minutlik retsept bor deb o'ylaydi. Va mana shu retseptni qidirib shoshadi. Inson o'zini o'zi shoshiradi. Men tezroq chiqishim kerak, tezroq hal qilishim kerak, tezroq yo'qotishim kerak. Men kutishga vaqtim yo'q. Men 1 oy, 2 oy kutmayman. Men aslida 1 kunda yo 1 soatda hal qilishim kerak deb, hatto yillab shu fikrlarda yashab yuradi. Yillab. Aslida bir o'ylab ko'raylik. Biza qaysidir mutaxassislarimizga bordik. To'g'rimi? Ular bilan ishladik. Ular o'zining bilimini berishdi, bizani holatimizni tushuntirishdi va o'zimiz ustimizda ishlashni boshladik. Biza qaysidir o'zgarishlarni his qildik. Mana shu o'zgarishlarni boshlanishi bizani shifoyimiz boshlanishidan bir belgi bo'ladi. Bu xursandchilik belgisi bo'ladi aslida. Biza uni yopib, yana o'sha ongimizdagi 5 minut, 10 minut yo 3 minut, 4 minutlik chiqish formulasini qidirdik. Aslida bu formula mavjud bo'lganda biza allaqachon buni topgan bo'lardik. Va allaqachon o'zimizni qiynab yurmagan bo'lardik. Va bu videoni ham ko'rmayotgan bo'lardik. Bu videogacha yetib kelmagan bo'lar edik. Agar shu formulani topganimizda, shu retseptni topganimizda bu holatgacha kelmagan bo'lardik. Bu videogacha kelmagan bo'lardik. Mana shu xulosalarni o'ylab ko'rishingizni so'rayman va o'zingizni shifo eshigingizni yana qachon ochishga harakat qilishingizni o'ylab ko'rishingizni so'rayman. Va bu shoshqaloqlik sizga nimalar berganini bir o'ylab ko'rishingizni so'rab qolaman. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.